so'z berganingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar va mezbonlar. Bugun bizlar Qashqadaryo vahasidan kelib turib Samarqanddagi to'yda qatnashmoqdamiz. Bizlar hammamiz o'g'illarim, qizlarim, kelinlarim, kuyovlarim, xo'jayinim, jiyan nevaralarim hammasi bir oila bo'lib Davron tog'asining to'yiga tashrif buyurgan. Bu to'y bizlar uchun eng aziz to'y. Otabekjonning Umidaxonga uylanish to'yi. Bular baxtli bo'lsin, qo'shaq qarisin, o'g'li qizi ko'p bo'lsin. Borish kelishli bo'lsin. Nasib bo'lsa, bu kelasi yil shu payt Gavarab Bannon to'yiga kelingizlar. Kelinimiz poyqadamli kelinchak bo'lsin. Xudochiligi ming yilchilik bo'lsin. Har doim oilasi mahallasida namunali oila bo'lib yursin. Ota onasini, mama bova buvasini hurmat qilib yursin. Hammalaringiz sog' bo'lingizlar, boy bo'lingizlar, murodlaringizga yetingizlar. Hammalaringizda Xudo shunday to'ylarga yetkazsin. Davronjonim, ukajonim bilan kelinimni qo'sha qarib turib, yuziga kirib, boshi to'ydan chiqmasin. Nevara to'ylar, kelin to'ylar, qiz to'ylar, chevara to'ylar qilib, har doim to'ylariga kelib yuraylik. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Omadlaringiz yor bo'lsin, Xudo madadkor bo'lsin hammalaringizga.